Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Navbatdagi darsimiz adenovirus haqida. Demak, ushbu virusimiz ikki zanjirli linear DNKga ega bo'lib, ustida envelopni saqlamaydi, ya'ni qobiqqa ega emas. Birinchi belgimiz esa sketchidan bu atrof muhitning ko'k rangda tasvirlanganligi. Bu mana shu virusimizni DNKli virus ekanligini ifodalaydi. Undan tashqari, mana bu pastdagi haykalga e'tibor bersak, u demak yalang'och, kiyimsiz holatda turibdi. Bu mana shu virusimizni qobiqqa demak ega emasligini ifodalaydi. Ushbu demak yozuvda ham tasvirlangan. Undan tashqari, ushbu virusimizni asosiy yuqish yo'li bu havo tomchi yo'li bilan yoki bo'lmasam fekal oral yo'l bilan yuqadi. Shuning uchun ham aholi zich yashovchi joylarda, misol uchun harbiylar orasida kasallik keltirib chiqaradi va bolalar orasida ham mana shu gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik tufayli fekal oral yo'l bilan kasallik keltirib chiqarish mumkin va mana shu basseynlarda cho'milganda ham shu fekal oral yo'l bilan yuqib organizmda kasallik keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham ushbu sketchimizda mana bunday harbiylar tasvirlangan. Undan tashqari mana bu basseynda cho'milayotgan bolalarga ham e'tibor berishimiz mumkin. Mana shu tepadan tomchilab tushayotgan mana bu suvlar esa bu demak ushbu virusimizni havo tomchi orqali tarqalishini ifodalaydi. Mana bu pastdagi axlatlar esa bir nechta turgan axlatlar. Bu demak fekal oral yo'l orqali tarqalishini ifodalar ekan. Mana shu endi kasalligi haqida gaplashadigan bo'lsak, virusimiz febril faringitga, tomoq og'rig'iga sababchi bo'ladi. Ikkinchi keltirib chiqaruvchi kasalligi esa bu konyuktivit. Bunda konyuktiva qizarishi bilan namoyon bo'ladi va o'tkir gemorragik sistitga ham sababchi bo'lishi mumkin. Sidikda qon ajralishi bilan namoyon bo'ladi. Kamroq holatlarda esa virusli pnevmoniya, gastroenterit va miokarditlarga sababchi bo'lishi mumkin. Endi demak chap tarafdagi mana bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, devordagi adenoid va orofarinksni qizil rangda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu demak faringit keltirib chiqarishni ifodalaydi. Asosan demak mana shuni og'zini ochib turganlik belgisi bu tanzilitga va faringitga sababchi bo'lishini ifodalar ekan. Va demak bizda mana shu bolalar qizil suvda cho'milayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu mana shu bolalarda risk yuqori ekanligini va harbiylarda ham risk yuqori ekanligini ifodalaydi. Mana shu ko'pchilik cho'miluvchilarda basseyndan ham fekal oral yo'l orqali yuqadi. Undan tashqari mana bu haykalni ayrish sistemasiga e'tibor bersak, undan qon oqib mana bu basseynga tushayotganligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'tkir gemorragik sistitga sababchi bo'lishini ifodalaydi. O'ng tarafdagi mana bu qizarib turgan ko'z esa bizda viral konyuktivitga sababchi bo'lishini ifodalar ekan. Endi biz ushbu virusni oldini olishda tirik kuchsizlantirilgan vaksinadan foydalanamiz. Ayniqsa askarlar vaksina olish kerak. Mana shu tirik kuchsizlantirilgan vaksina. Uni ifodalashda demak mana bu o'ng tarafdagi tirik vaksina yozilgan va ikkita shpris turibdi. Mana bu shifokorlar mana bu askarlarga demak vaksina jo'natmoqda. Bu demak davolashni ifodalar ekan.